Açılar mana Qirg'izistonda Shvetini tozasi. 100%. Mana bu. Hali qaymoq quloq deganlari mana shu bo'ladi, qaymoq quloq. Mana oq tumshuq, oq quloq. Toza Shveti mana bu bo'ladi. Telefon qilsa men yo'q bu quloqni yetkazdirib beraman, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa juda ko'p insonlardan taklif tushdi. Azbek aka bo'g'ozlardan chiqaring degan insonlar juda ham ko'p bo'ldi. Obunachilar, xudo xolasa yaxshilab joylashib, videoni muntazam kuzatib boring. Qonida bolasi boridan olaman degan insonlar uchun va yoshidan olaman degan insonlar uchun buqash quvozlarga akalar. Xullas asarti yoshidan, ko'chatidan yemga tayyor variantlaridan bor. Iloji boricha muntazam kuzatib borsangiz, siz izlayotgan, siz qidirayotgan, niyat qilgan buqa va xunojillar, bo'g'ozlar shu yerda turgan bo'lsa, xudo xolasa bugun niyatingizga yetasiz. Obunachilar, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Gulqishloqdamiz. Elyarbek akamiz xonadonlariga tashrif buyurdik. Obunachilar, bugun hafta kunimizga keladigan bo'lsak, 15-noyabr haftaning juma kunida turibmiz. Avvalo hammani juma ayyomi muborak bo'lsin. Obunachilar, video syomkani boshlashdan oldin bittadan like bosib, poddesh yaqib turasizlar. Biz Elyarbek akamizdan qisqa lo'nda qilib, chiroylab ma'lumotni olib bersak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Sizlar 15-noyabr emas, azizlar bugun 14-noyabr. Juma kuni hammaga juma ayyomi muborak bo'lsin. Uzr aka, bir kun oldinga o'tib ketib qolibmiz. Hali obunachilar, xudo xolasa bo'g'ozlarimiz bor, sog'liqlarimiz bor. Videoda o'tkazmay tomosha qilib turibsizlar. Mana bunaqa shvedlari bor, azizlar, o'qoladi. Shvet ishqibozlariga deysiz-da? Bu obunachilar mana. Xudo xolasa azizbek hali shvet yuradi-yu. Hop. Mana shvet. Mana quloq qara. Mana buni shvet deydi, mana. Tumshuq oq. Shoqi ham juda chiroyli ekan, ha. Qirg'izistonda moli baldan olib tashlangan. Savlatni o'ziga yarashib turibdi ekan, ha. Mana oq tumshuq oq quloq deb so'raganlar bor. Gabarit, qarang. Kattalik. Bo'ylari necha aka buni? O'lchab beramiz, xudo xolasa. Mollar qo'shiladi, bitta ko'rsa. 120 pilis, ha. O'lchab beraman, katta qo'sh. Mana bu. Toza shvet. Xudo xolasa. Oq tumshuq quloq variant, ha. Toza oq tumshuq qaymoq quloq degani mana bu bo'ladi. Buni bitta o'zim aka? Yo'q, buni 3 tasini bitta aytamiz. 3 tasini aytasizmi? Ha. Ikkinchisi. Mana ikkinchisi. Mana buni ko'rsatib qo'ying. Ikkinchisi. Bu qanaqa endi sorti? Bu ham boshqacha sort azizbek. Istomi bo'ldimi bu? Ya bu istonmas bu. Mana bu mol rasa qochqisiga yotibdi azizbek. Hop. Mana mol. Mol qarang. Orqasi zo'r ekan, ha. Udori mana bular bo'ladi, mana. Hashakdan qaytmaydi bular. Bitta bo'lsin, zo'r olsin, ha. Ha. Sayrab qo'ymasin ama. YouTube'imizga jalba tushib qoladi. Onlarda sultonlari keldi bugun azizbek. Xudo xolasa. Bu ikkinchisi, ha? Bu ikkinchisi. Obunachilar, lekin oyoq qo'li uzunligiga yaxshi, toshlari yaxshi ekan. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Iloji boricha muntazam kuzatib boring. Janavorlar yeyishni azizbek hammasi ham. Yeyishga chempion. Mollar. Kallani ko'tarmasa ekan, aylar ekan. Yo'q. Yemog'i bormi desa, o'zi ko'zi bilan ko'rinadigan. Ha, yedirib ichirib, ekoloshni ko'rsatamiz. Hop, yerdan balandligi. Azizbek, buru 23 kuyapti. Buru 20 plyusga olishaversin. Demak, buru 23 ham oshiq daj. Mana shu holatida buru 23 o'lchadi. Buru 20, buru 20 plyusga, buru 20 ga olishaversin. Daj plyus. Aytdim, biri 20 chiqardi. Pilis. Monovom shunaqa. Bu qanaqa sort endi? Ola parodami? Ha. Ularning yosh oyligi qanaqa? Azizbek, bu mollar 1,5 yosh, 1,5 yoshli mol. Hali kuragini buzmagan, ha? Yo'q. Bunimizda bo'yi 1,25. Hammamizda bo'yi 1,20 kelsa kerak, qizil belay. Hop, uchovini Elyar aka, chiroyli narx aytasizmi aka? Dastlabki qayga chaqib berasiz? Oddiy bo'ylab. Iya. Endi buni qarab turing azizbek. Mana mol bilan, mana mol bilan.
Monomal tug'ilgandan bir kecha kechqurun arqonga tushdi. Mollar umumiy arqon ko'rmagan. 70 ta molni ichida bu ikkalasi bo'm-bo'sh yurgan dalada. Qishin yozdi. Aha. Bular umumiy arqon farqinga baylanmagan. Arqon ko'rmagan ha? Yo'q, arqon baylanmagan. Hali arqon nimaligini bilmaydi. Bularni ushlab olishib kechasi borib kechasi ushlaganmiz. Umumiy arqonga tushmagan. Hop. Rasa dalani vaji, boqada. Tepmaydi, deydi. Chu. Uchoni bitta aytamiz. İleriga uchovini kelishtirib, ha? Xudo xolasa, Hamma yoqda narx qizza deydi-ku. Narxi zo'r bo'lsa ekan, Xudo xolasa chiroyli qilib olamiz. Boqamiz. Rahmatini aytib, duo qilib. Qani, qo'lni beringchi. Bismillahirrohmanirrohim. narxini uka Liboy kanalga, bozorga Hop, solishtirsin. O'zingiz ham. hop. Qo'y yuribsiz mana 125lik, 120 oshib mollar. Aha. Bularni sifati ham chempion. 21 milliondan demayman. Hop, 20 milliondan deyman. hop. Nech puldan dey? 18 dan ayting. Dedem so'kaldi. Mana mollarda azbek oldi qochdi gap yo'q. Obunachilar bugun ulug'aygan kunda turibmiz. Tortishmaymiz uka. Chiroyli narx qo'yib beraman. Undan kamiga endi nima desam bo'ladi. Asli savdo sunnat. Hop. Savdolashib olishaveradi. Aha. 18 million 700 ming so'mdan kami bor mollarimni. Telefon qilib 18 million 700 dan emas, 18 million 500 dan bir so'm o'tib ham bermay qo'ygan. Ketdimi? o'tib berish azbek o'zlariga o'tib beraman. O'zlariga-da ko'pchilik o'tib beraman deb o'tib berganim yo'qda, shunga aytib qo'yapman. Hop. 18 million 700 mingdan 18 million 500 mingga bering. 18 million 500 mingdan uchilasini bir joyga beraman. Barakasini bersin. Liboy kanalga solishtirsin. Bu 20 osh mol. Ashmolim deyam, mono shvet deyam, monomol deyam. Birorta bayda. Endi o bitta aytib o'tib keta olamizmi yo bo'g'ozni ko'rsatamizmi? Bunisi bonus obunachilar. Yo'q. Bordir avvalni. Qanaqa bitta xo'jalik olaman desin-ku, 1.5 million so'mga molni beraman. Kashimol. Vallohi albatta ko'rsatib qo'yamiz ha. Endi mana bayda azbek Hop. mol O'tirib sovib beravering. Shunday. asa buqatalab bo'yat. Hop. Shunday olib borishadi. Ya boqqa qo'yishadi, ya urib qo'yishadi. Mollarimga qo'yaytsam, mollar qizib qolib, bayda turg'izmaydi. Asa buqatalab bo'yat. Uka molni yedishtisi kim borib soqsa mana. Mana. O'tirib olib, xotirjam soqishaveradi. Suti ham chiqdi ha. Uka 4 litrdan kam bersa bor sut. Qaytarib berishaveradi. Bo'ldi. Mana. Mana qarab tur. Ana. Bo'ldi, unaqa qilma. Ana. Voqima, voqima. Taydan o'tib beraydi. Yo'q. Ana. Mol bo'lsa shunchalik bo'lar yuvosh. Mana tagimda yotib olib ham so'g'ishaveradi. Ammo odam emgisi kelib ketar ekan ha. Eng qizig'i bu. Aha. Boshqa buzov ham beradi aka. Aşağı ham beraveradi. Voy mashalloh, ana. Liboy buzov ham beradi. Voy, kalla oshlar. Bitta xonadonga o'ta haligi o'rtacha chiroyli narsa ekan. To'g'rimi? Bu mol bor. Aha. Yosh kattalar, hojona. Hoji otalarimiz maza qilsin, boqsin. Ostini ko'rsating. Molni osti. Ana. Kishi 6 ta uka. Har 8-sini tenglagan. 6 to'sa ikkita tug'an ekan ha. Uchinchisiga kuykibdi. Uka gideta 20 kuncha bo'pti, bolasi o'lib qolganiga. Voy. Jejana to'sin. Yosh katta odam ekan, o'ltirib qo'yishibdi. Ana bundoqa og'ilga qiladi-yu mana. Chuqur tushib ketgan. Ana bunga tiqilib qolgan buzuv. O'shanga ko'pchilikka tavsiya qilmayman mana shunaqa joyga qilishni. Yosh katta odam bo'lgan, kechasi bo'lib tiqilib yetmagacha o'lib qolibdi buzuv. Jejana to'sin. Enaga qiyin ha baba. Enaga qiyin. Bor, Liboy buzuvni endiruvyapti. Aka bu narxi nechik bo'l buni? Oldi qaram. Shunday olib borishadi, molga qo'yishadi. Bu qat ona ular o'zi molga osh talab unda bu. Balki kechasi bilan qo'yib qo'yarman o'zi. Ha, yo'q. Kattalar novosa qo'yamiz. Kuragini chiqargan kattaroq yem yeb turgan novosa qo'yib qo'yamiz. Narxi nech pul aka?
Ana buni hojinalarni duo qilaman deysiz. Hop. 15-16 emas, 13,5 million so'mga beraman aka. Bitta buzuvdi pulga hojinalar. 13,5. Ha, 13,5 million aka. Shunday qo'yishadi, 8 oy, 9 oy kutishadi aka, ina bo'lam oldi. Bitta so'rayapman. Bugun juma kuni duo yaxshi debdi. 12 million 8 ga berasizmi? Hay, yo'q, qizimsiz. Bering aka, duo qilib, meni ham duo qilib qo'ysin. Duo qilishamiz. Ha? 13,5 ga duo qilishaversin. Bering aka. Duo qilishaversin aka, 4 litrdan kam bermaydi. Hop, tekisga xursandsiz ha. Kam Yo'q, o'sha xayri o'shaning ichida. Aka, Elyor aka. Aka, unda qoldi, unda hayratringiz yo'q. Nima shu 3-4 so'rperdan bir olib 4 qo'yapsiz. million kam bor deb chiqaradi. Endi siz buni 20 million desangiz ham sizdaqa mol purushlar ko'rgan insonlar biladi-yu. 13,5 million gap yo'q, o'tib beraman. Labz. 14 ga, 13 ga. 14 emas, 13,5 ga o'tib beraman aka. Bo'l, 13 million 200 mingga berasizmi aka? Beraman. Barakasini bersin, yana kamini qilib berasiz. Yo'q, endi unda Yo'q. anda bo'lsa, Bu endi 50 ming 100 ming sunnati bor. Azbek manumuz Bo'g'oz. 7,5 oylik garantiya. Hop, uzi qilingan ha. Qilishadi, mol yaqinda yetib keldi. Hop. Mol yaqinda yetib keldi. Hali bu molni tozalab netgani ham chiqib ketdi yo'qmi? Yaqinda yetib keldi. Kishi 4 ta. 4 ta. Ha. 4 ta. Hop. Ozgina sabr qilsa 1,5 oy ina bola mol bo'ladi. Xudo xolasa. Qotib bersa, xudo xolasa mol narxi 27 millionta. 18,5 million so'mga o'tib beraman. Sal yengiroq ayting. Bo'g'oz mol beryapti 7,5 1-2 oylik emas bu, 7,5 oylik bo'g'oz. Elyor aka, siz insofing'iz bor-ku aka. Insofdan shu aytyapman. Sal yengillatib 3-400 ming tushib beringchi. Ey, Bosa-bosan obunachilarga bo'lsin deb tars et qo'ldiringchi. telefon qilsa, xudo xolasa chiroyli o'tib beraman aka. Bexayr ish bo'lmagan hech kimda. Savdo sunnat. Cho'ntakda borini so'rashadimi? Biz narxni aytamiz. Kimdirda imkoni bo'lsa oladi Azbek. Kimdirda imkoni bo'lmasa olmaydi. Telefon qilib, uka Bo'ldi 300 ming 17 millionga beraman degan molimni telefon qilib 10 million pulim bor edi, berasizmi deb so'ragan odamlar ham bo'lgan. Savdo sunnat telefon qilib, uka, men uncha beraman deb olishaversin. 300 ming o'tib berasizmi? Nech pulga? 19 gami? Aka. O'zingiz aytib nech pulga deysiz? O'zingiz aytgan narxga 300 ming so'rayapman, ya. Xursandmisiz? 18 million yetkazib beraman. Barakasini bersin. 500 ming. Qara endi ana bonus emas, va'da qilgan bonus emas. Mana. Obunachilar buni oldi. Alloh shunday ko'p qo'y, mana uchalasini. Maza qilish kerak, ha. Obunachilar mana chap tarafda turganda like-tim deb bosib qo'ysalaring hech kim sizlardan pul talab qilmaydi. Pullaring umuman Ha. Chiroyli qilib ko'ngilda kibr yo'q bo'lsa, kommentariyaga otingga rahmat uka Azbek. Bos deb gazlab 1 tursalar metr ham. oshib kelsa kerak Azbek, ya 1 metr keladi. Yo'q, 1 metr. 1 metr oshib ketsa 2 gacha boradi, 1-2, 98 dan 1-2 gacha. Shunaqa. Bir chiqishi ham mumkin. O'lchab ko'raylik hali. Men ham jaliga polbon emasman endi. Ammo 90 chiqib sharmanda qilib qo'ymasin. Yo'q, ay. Mana. 98 1 metr ekan buzuq. 98 ga olsin. Mana. Ko'ryapsizmi? Bo'ldi, 98 ga olsin. Bo'ldi-ku. Nechiga olsa ham? Mana shu buzuq. Hop, buni narxi 10,5 million so'm. hozir 10 million deyapti, o'zi. 10,5 million dedim. 10 million so'm degan bo'lsa mana shunda. 10 millionga yetkazib beraman dedingiz. 10 millionga yetkazdirib beraman degan bo'lsam 9 million 800 mingga borib beraman aka molimni. Tilimga javob. Hozir 10 million 500 mingmi? Ha? 10 million so'm degan bo'lsam videoda, 9 million 800 mingga borib beraman aka. Bo'ldi 10 millionga bering. Bop barakami? Bo'ldi baraka aka. Birov siz aytdingiz-ku 10 million dedingiz. 9 million 8 ming degan bo'lar ekan-a? Yo'q, 10 million dedingiz. Bo'ldi 10 million 200 ming menda men hisob. Lekin videoda ko'ramiz. Ha, videoda ko'rasiz. Agar mashinaga 10 million degan bo'lsa mashina. Azbek deb qarab turingda. Puliga borib beraman aka. 9 million 800 ming so'm. Bunday qildi, bunday qildingizda 10 millionga olib borib beraman dedingiz. 10 million 500 ming so'm dedi. Bo'ldi, men endi charchab anglashilmovchilar bo'lgan bo'lishi ham lekin bir YouTube'da ko'ramiz-ku. Obunachilar, xudo xolasa, mana shu aytilayotgan narxlar muhim emas. O Elyor akamda misol boshqalardan dunyo so'rasam ham Elyor akamdan so'ramayman. Chunki Elyor akam anaqalik bachkana narsa emas, bo'ladigan qilib unaqalik million ustiga ish qilmas, 200 ming, 300 ming qo'yib tirikchilik qiladigan inson. Shuning uchun so'raymiz, yengil-yengil so'raymiz. Sababiki yengil qo'yarlar, bir xil yo'lga o'xshab 1 million, 1,5 million ustiga chiqib olib
Tomga chiqolmaydilar. Azbek bitta gap. Obunachilar buni to'g'ri tushuninglar. Mashmollarimda Azbek bozorda 18,5 million so'mdan bermayman. Yo'q, bozorda. Ha, 18,5 million so'mdan. Bozorda ko'zi ko'r aka. Shunaqa. Xudo xolsa obunachilarimiz 18,5 milliondan bermayman. Kerak bo'lsa mollarni 20 ga yaqin sotib qo'yaman. Ishqibozi kelib qolsa, boshqa kanallarda 20 million oshib sotilyapti ham bu mollar. Prosta menga kelgan, o'shanga qarab ozgina qo'yib chiqaraman. Gap yo'q aka, chorvaga baraka. Ha. Hurmatli obunachilar, videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan ming bor uzr so'raymiz. Hammani chorvasiga, rizqiga baraka. Telefon qilaverasiz.